Bo'ydoq ukam, aynan ushbu video maxsus sen uchun. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsang, albatta sen uchun manfaatli bo'ladi. Doimiy qilayotgan eng xudbin ishingni, ya'ni eng xudbin odatingni yo'qotasan. Ushbu videoda bugun bo'ydoq ukalarimga yoki bo'ydoq do'stlarimizga, uylanmoqchi bo'lgan do'stlarimizga olib chiqmoqdaman. Ushbu videoda hozirgi kunda dolzarb mavzu bo'lgan masturbatsiya, ya'ni 5 ga 1 qilishlik mavzusi. Bu mavzu ko'pchilikka qiziq emas, lekin manfaatli bo'ladigan umiddaman. Ushbu videoni oxirigacha kuzating. Birinchi navbatda masturbatsiya qilganda organizmdagi testosteron gormonlari qanday muvozanat buzilishi bo'ladi. Ikkinchi o'rinda gormonlar muvozanatidan prolaktin gormoni, dopamin gormoni va estradiol gormoni. Keyingi navbatda jinsiy olatda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Moyaklarda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishi va spermatozoidlarga qanday ta'siri borligi haqida gaplashamiz. Kelinglar, bu narsani hozirgi paytda 30 kunga bo'lib olamiz. 30 kunni 3 qismga bo'lamiz. Birinchi 10 kunlik va ikkinchi, uchinchi 10 kunliklar. Birinchi 10 kunlikda jiyanim yoki ukam, sen 10 kun mobaynida masturbatsiya qilsang nimalar sodir bo'ladi? 10 kun mobaynida masturbatsiya qilganingda senda bo'ladigan o'zgarishlardan biri, sen lazzat olishni his qilasan. Sen mazza qilasan, rohatlanasan va bo'shanganingda bo'shanish hissini tushunasan. Har kuni 10 kun mobaynida sen masturbatsiya qilganingda testosteron gormonlaring ko'tariladi. Prolaktin gormonlaring ko'tariladi. Moyaklardagi og'riqlar yo'qoladi. Jinsiy olat qattiqlashadi va qattiq turishni boshlaydi. Lekin ikkinchi 10 kunlik va uchinchi 10 kunlikda senga zarar yetkazishni boshlashini tushunmaysan. Birinchi 10 kunlikda psixologik travmadan birinchi nimani olasan? Bu yoq zo'r bo'lyapti-yu, masturbatsiya qilyapman-u, bo'shanyapman, lazzat zo'r-ku deysan. Testosteron o'sha paytda zo'r bo'ladi, aytganimdek, jinsiy olat qattiq turadi. Uje porno ko'ryapsan, qayerda masturbatsiya qilasan? Hozirgi kunda mobil qurilmalar bor, olasanda porno videolarga kirasan. Yoki Instagram yoki boshqa sotsial setda ochiq qizlar kiyinganlarini tomosha qilib, o'zing qoniqtirishni boshlaysan. Bu qoniqtirish natijasida senda uje psixologik travma boshlanadi. Senda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Birinchi 10 kunlikda buni sezmaysan, lekin uje birinchi zarbani olasan, ya'ni masturbatsiya lazzat ekanda degan narsani olasan. Endi biz ikkinchi 10 kunlikka o'tamiz. Ikkinchi 10 kunlikda nimalar bo'ladi? Doimiy ravishda masturbatsiya qilishlik oqibatida birinchi 10 kunlik tugadi va ikkinchi 10 kunlikka o'tdik. Bunda jinsiy olatda terisida uje travmalar hosil bo'ladi. Doimiy ravishda qo'lda ishqalanish kuchi bilan bo'layotgan masturbatsiyada bu yerda jinsiy olati terisida turli xil travmalar, turli xil yaralar paydo bo'lishni boshlaydi. Keyin qiziqishda nima qilasan? Masturbatsiyani qo'lda endi hali porno videolarda yog' bilan yoki sovun bilan yoki boshqa vositalar bilan lazzat olsa bo'ladi ekan degan pornolar ko'rasanda, shulardan foydalanasan. Endi erkak kishida masturbatsiya qilayotganda nima bo'ladi? Sovun bilan masturbatsiya qilayotganingda bu yerda seni CD chiqaruv kanaling bor. Ya'ni jinsiy olatni boshchasini ichida meatus deymiz. Meatusda shilliq qavat bor. Bu paytda tashqaridan bilmagan holatingda infeksiyani olib kirib qo'yganingda masturbatsiyadan keyin siyganingda achishishlar, og'riqli achishishlar paydo bo'ladi. Bu birinchi travma uje. Ikkinchi travma psixologik travmani olib bo'lding. Uje sen bunga muntazam o'rgan bo'lding va doimiy ravishda porno ko'rasan. Uchinchi navbatda testosteron va prolaktin gormonlari muvozanati qanday boshlanadi, nima bo'ladi degan savollar hozir kutib turibsan. Testosteron muvozanati uje bir xil normada turadi. Prolaktin ko'tarilib ketadi har bo'shanganingda. Prolaktin ko'tarilish natijasida doimiy ravishda masturbatsiya qilayotgan bo'lsang, uje sen lazzatlanishni his qilmay qo'yasan. Uje sen masturbatsiya nimaligini tushunganingdan keyin uje ishonching pasayib boradi. Qizlarga bo'lgan ishonching pasayadi va masturbatsiyadan bo'lsa ham lazzat olsa bo'ladi ekan-ku degan fikrlar uyg'onadi va pornoga qaram bo'lib qolasan. Moyakda ishlab chiqariladigan spermatozoidlarga ham ta'siri borligini bilib yetmaysan. Moyak zo'riqishi, venus qon tomirlari kengayish holatlari va jinsiy olatni qiyshayish holatlarigacha borishini tushunmaysan. Jinsiy olat nimaga qiyshayadi? Jinsiy olat doimiy ravishda masturbatsiya qilganingda bu yerdagi terilar va ichidagi muskul qavatlar va fibroz to'qimalar zararlanganda bu yerda chandiqlanish hosil bo'ladi va jinsiy olat qiyshayadi.
Keyingi navbatda senga aytib o'tganimdek moyaklardagi og'riqlar yo'qoladi va og'riqlar paydo bo'lishni boshlaydi sekin-asta, chunki u zo'riqadi. Zo'riqishi natijasida nima bo'ladi? Zo'riqishi natijasida uje spermatozoid qayerdan hosil bo'ladi, qayerdan oziqlanadi deydi. Bu yerda tuxumda o'zi asosan ikkita vazifa bajariladi. Testosteron va spermatozoid ishlab chiqarish. Testosteron qayerdan ishlab chiqariladi deyiladi? Leydi hujayralardan. Spermatozoid spermatogoniy hujayralardan oziqlanib, sog'lom spermatozoid chiqishga yordam beradi. Endi ushbu leydi va spermatogoniy hujayralari muvozanati buziladi va doimiy ravishda bu yerda zo'riqish hosil bo'lganda sog'lom spermatozoid ishlab chiqarishi buzilib boradi. Va senda ertaga sog'lom sperma emas, sperma miqdori ozayishi, sperma to'g'ituvchi kapsulani bir oz qisqarishi to'g'rirog'i kelib chiqadi. Endi uchinchi eng yomon bo'lgan 10 kunlik. Nimaga yomon bo'lgan 10 kunlik? Hop. Bu nima degani? Eng yomoni, eng nimasi deyapsiz deyishim mumkin. Bunda 3-10 kunlikda bo'ladigan hodisalar bor. Bunda bo'ladigan voqealar bor. Bunda bo'ladigan kuchli travmalar bor. Uje 3-10 kunlikka o'tgan bo'lsang, senda uje ortga yo'l yo'q. Ortga yo'l bor, faqatgina o'zingni meningni boshqara olsang. Seni mening, seni g'ururing bunga yo'l qo'ysa, sen doimiy ravishda masturbatsiya bilan shug'ullanasan. Seni mening, seni g'ururing yo'l qo'ymasa, uje tashlashni boshlaysan. To'g'ri, birdan tashlay olmasliging mumkin. Aytishadi. Bir haftada bir marta doktorlar o'zi aytadi-yu, masturbatsiya qilsa bo'shansa, lazzatlansa bo'ladi yoki masturbatsiya qilib chiqarib yubor, tuxumdagi og'riqlarni yo'qoladi deydi-yu. O'zi normal erkakda uyquda 5 kun, 10 kun oralig'ida bir marta bo'lsa ham evakulyat bo'ladi. Tushda yoki uyquda. Evakulyat bo'lganda uje shu yerda spermatozoid to'lib toshayotgan spermatozoidning tashqariga chiqqanda uje turganingdan keyin yengil bo'lib qolasan, moyaklarda og'riq yo'q bo'ladi. Ko'cha-ko'yda yarim-yalang'och qizlarni ko'rganingda shahvoniy erkaklik nimang qo'zg'aladi. Qo'zg'alganda testosteronlaring uje ortishni boshlaydi. Uxlaganingda, xotirjam bo'lganingda uyqungda shu xayolingga kelsa va shu paytda bo'shanib qo'yish hislari kuzatiladi. Bu normal holat. Endi biz o'zimiz doktorlar ham tavsiya qilamiz. Bir hafta 10 kunda bir chiqarib yorib tur, agarda uyqungda chiqmayotgan bo'lsa deb. Chunki bu yerda qolib ketayotgan spermatozoid chiqayotganda yoki qolib ketsa zastoyniy holat bo'ladi. Ba'zida zastoyniy prostatit deymiz. Ba'zida zastoy bo'lib qolibdi, epidemisda yo'g'onlashish holatlari va u yerda og'riq holatlari kuzatilyapti deb aytamiz. Va bunda bo'shanib olsang yengillaysan deymiz. Albatta bemorlar aytadi, shundan keyin yengilladim deb. Lekin biz aytamizki, ta'kidlab doimiy ravishda masturbatsiya qilma deb. Eng og'ir holatlarni aytib o'taman, bundan o'zing xulosa qilib chiqarib ol. Birinchi navbatda senda masturbatsiya qilyapsan, uje jinsiy olatingda travma bor. Jinsiy olating sezuvchanligi pasaygan. Eng yomoni o'zingga bo'lgan g'ururing, ishonching yo'qolgan, ertaga ayolingni oldida bo'shana olmaysan. Lazzatlana olmaysan. Hozir aytishim mumkin kommentariyada yo boshqada izohlarda men bo'shanganman, men masturbatsiya qilganman, men qizligini olganman, boshqa. Lekin bemorlar keladi, bunga ruju qo'ygan bemorlar keladi. Hozir misol qilib ham aytib o'taman. Bunda sen bo'shanish hissi nimaligini, qizlik pardasini ola olmaslik nimaligini, erkaklik g'ururi nimaligini tushunib yetasan. Endi keyingi navbatda nima bo'ladi? Jinsiy olat sezuvchanligi pasayadi, g'urur pasayadi. Testosteron va prolaktin gormonlariga o'tamiz. Testosteron o'z-o'zidan tushishni boshlaydi, prolaktin ko'tarilib ketadi. Kerak bo'lsa masturbatsiyaga xohishing yo'qolar, qizlarga bo'lgan xohishing yo'qolib boradi. Pornoga uje qaram bo'lib qolasan. Porno ko'rmasang xuddi jinniga o'xshab, haligi dori chekib olgan insonlarga o'xshab, shu dorini doimiy chekib tursammi dediganga o'xshab qolasan. Ya'ni doimiy masturbatsiya qilmasam bo'lmaydi degan narsa miyangda o'rnab qoladi. Keyingi navbatda moyak zo'riqishi va venöz qon tomirlari kengayishigacha borishi mumkin bo'ladi. Bunda moyaklar zo'riqishi natijasida spermatozoid morfologiyasi buzilishi, testosteron ishlab chiqarish buzilishi, spermatozoid oziqlanishi buzilishi va venöz qon tomirlari kengayib ketish holatlari kuzatiladi. Eng yomoni bu yo'ldan qayta olmay qolishing mumkin bo'ladi. Endi misol qilib keltirsam, qabulimga kelgan bemor borda. Ham eshitib yig'layman, ham eshitib kulaman. Nimaga? Qabulimga kelgan bemor aytdiki, aka uylanganimga 4 yil bo'ldi, hali qizlik pardasini ola olmadim, ayolim men bilan yashayapti, deyapti. Eshitib hayron qoldim, jinni bo'lib qolay dedim. Chunki bu juda uyatli holat, 4 yil emas, 4 yil. Hozirgi kuni 4 kun olma, qizlik pardasini nima bo'lishini, uyingda qanaqa xalal ko'tarilishini ko'rasan. Bu senga oddiy holatga o'xshaydi, lekin achinarli holat. Nimaga? Ushbu bemor hammomga kirar ekan masturbatsiya qilar ekanmish, jinsiy olat turganda,
shap chiqib ayoli bilan aloqa qilaman degan paytda jinsiy holatga yotib qoladi. Uje bu yerda seni psixologik travma olganing shu. Uje bu yerda sen qizlik parda ola olmasligingning oqibati shu. Bu yerda uje gormonal muvozanat buzilib ketgani va o'zing buni miyadan boshqarib qo'lga o'rgatib qo'yganing shu bo'ladi. Endi kelin bilan haligi kuyov bilan alohida gaplashyapmanda, kelin aytayapti. Meni erim, men rosa harakat qildim, doktor, bo'lmayapti deyapti. Nimaga? Qanaqa harakat qildingiz desam, chiroyli pinuralargacha kiyib, men misol uni kutib olishni boshladim. To'g'ri, betini yulib aytayapti. Oldida faqat u bilan yaqqol qolmaganman. Oldida o'zini yaqin insoni bo'lgan opasini oldida endi iloji yo'q kirib suhbatda aytayapti. Chunki bunga majbur bo'lyapti aytishga. Chunki erkaklik vazifasini bajarib bera olmayapti. Er vazifasini bajarib bera olmayapti. Bunda nima bo'ladi? Oilada ajrimlar bo'ladi. Ajrim bo'lgandan keyin yana ham chuqurlik psixologik travmaga uchraysan. Ertaga bunga nima qiladi? Oxiri psixologik yordam bera olmasak, psixoseksologga jo'natamiz. Psixoseksolog ham yordam bera olmasa, oxir nima bo'ladi? Jinsiy holatga protez qo'yish bo'ladi-da. Yechim shu bo'ladi. Shu bilan protez bilan qizligini olasan, boshqa qilasan. Lekin bungacha bo'lgan vaqt, bungacha bo'lgan umid, bungacha bo'lgan ishonch o'ladi. Agarda ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, do'stim yoki jiyanim, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta xursand bo'laman. Bitta like bosib qo'yishni unutmang. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, saqlab qo'ying. Agarda sizni qiziqtiradigan savollar bo'lsa, kommentariyada savollaringizni qoldirsangiz, keyingi roliklarda ushbu savollarga asoslanib video roliklar tayyorlaymiz. Albatta, bundan-da qiziqroq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.